Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchibozlari, Chinoz baliq kanalining ashaddiy qadrli aziz muxlislari, barchangizni kirib o'tgan Hayit bayrami bilan, Navro'z bayrami tinchligini tabriklaymiz. Bugun sanamiz 2026-yil 19-mart haftani, demak, payshanba kuni. Toshkent viloyati Chinoz baliq bozori kirib kelamiz. Xudo baliq bozori boshlangan hurmatli obunachilar. Ekran uzoqlashib like'larni bosib, obuna bo'lamiz. Biz chiqargan videolarni qo'llab-quvvatlab, birinchilar qator qo'shilmaysa bo'lsa. Hurmatli obunachi so'raganlar uchun yana bir takrorlaymiz. Bu yoq M39 betonga yo'li mana. Akalar mashina o'tyapti. Bu yoqqa ketsanglar Toshkentga, bu yoqqa qarab yurilsa, Xudo xohlasa Sirdaryoga yuradigan yo'lni bo'yida Chinoz, yangi Chinoz baliq bozori. Xudo xohlasa baliqlar narxiga qatnashamiz, ketdik birgalikda. Assalomu alaykum akalarim, baliqchibozlar uchun tarsulu baliq yeyman deganlarga eng shirin baliq turi bo'ldi, to'g'rimi aka? Bular bir tepa aka, 1,5 tepa akalar mana. Katta partiyada 2 kilogacha tarsulu baliqlar bor. Xudo xohlasa sveji bugun keltirilgan. Avvalama bayramlar bilan o'tgan bayramlar bor. Narxlar qanaqa bo'lyapti aka? 30 ming so'mdan ko'tara savdo. Birinchi qo'l Xudo xohlasa o'zlari bo'ladi, akib o'zlari 30 ming so'mdan mana tarsulu baliq. 1,5 kilo, 2 kilogacha aka. Gap yo'q ekan. Qiziqqanlar, baliq yeyman deganlar tez tozalanadi va tez pishadi. Tez tozalanadi, tez pishadi. Og'izda yeriydi. Tirik aka, gap yo'q. Qayeri baliq aka bu? Oqqo'rg'ondan olib kelingan, borib o'zlari ko'rib, okajonim, bu yerda bir 500 ga 600 kilo bor, 600 kilo bor. Mana katta partiya. Charchamaylar aka, sog' bo'linglar, savdolarni bersangiz bayram kutib olinglar. Ana 4 tasini qo'ysangiz bo'ladi. Alaykum aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ulug' ayyom kuni bayramlar kelayotgan. Hayit bayrami bilan Navro'zni tabriklaymiz. Umringizga sog'lik baraka bersin. Akamiz xudo birinchi qo'l. Bu cho'rni pyostr baliq. Aka necha kilolik bular? 4 tepa, 5 tepa sveji keltirilgan, yeb maza qiladigan. O'ta shirin baliq. Akalar yesanglar yana yeyman degan baliq mana shu bo'ladi. To'g'rimi? Aka yana qidirib kelasizda. Xudo xohlasa narxi qanaqa bo'ladi? Kilosi bugungi narxi 48 ming so'mdan. Ozgina xayri bor aka, bayramga sutka bo'ladi. Bayramga ozgina kelishgan joylar bor, kelganlarga. Akamiz ismlari Shokajon aka, men keldim seli bo'ldi. Tarsulu balig'i bor bu yoqda. 38 kilosi 37 qilib berasiz. 2,5 tepa. Bu 2,5 kilo tepa degani. Xudo xolasa, sveji bugun keltirgan. Bu qayeri balig'i aka? Guliston. Sirdaryo bo'ladi, Guliston shahar. Bundan tashqari tarsulu maydalar. Cho'rli pyostri. Mana tirik aka, yana tirik. Narxi 30 ming so'm. Aka, bozoringizni bersa, Xudo xolasa, bozor avjida, odam ko'p. Ship o'zinglar akamiz. Aka charchamang. Rahmat, sog' bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamanglar aka. Akalar, mana bu chavoq qanaqa baliq bu? Mayda karaslar 3 ming so'm. 3 mingda mana 3 ming so'mdan bugun keltirilgan. Mana puli yengillar. Gap yo'q, charchamanglar, sog' bo'linglar. Yashirib qo'yishdi. Assalomu alaykum. 5-6 kilolik tarsulu baliq. 6 kilolik, 7 kilolik ham. Aka, bu narx qanchadan aka buni? Aka, narxlari 45 ming so'm. 45 mingdan kilosi. Qancha ekasiz? Mana egasiz. Qancha ekan? Savdolarni bersin. Kilo qancha bo'ladi bular? Mana ekan, qara, balig'ing chot. Aka, narxlar qancha bo'ldi narxlar aka? Narxini ham bo'ladi. Razmeriga qarab, ha? Boshlanish qanchadan? 1 kilolik 40 ming. 1 kilolik 40 ming, 1,5 kilolik 45, o'zgarib ketaveradi. Sazan baliq bir hovuz mana. Qayeri baliq aka bu? Kashmiriy. Kashmiriy. Yog'li yo'qsiz? Yo'qsiz variant. Gap yo'q. Qandaysan? Gap yo'q akalar. Bizda sazan bir hovuz. Sazanni zo'r qizili. 2 tepa kilosi 50 ming, to'g'rimi aka? 50 ming so'mdan. 2 kilo 200, 2 kilo 300 chiqaradi. 2 kilo tepasi. Aka, qayeri balig'i bu? Vodiydan kelishdi, vodiy. Dog'ozda yog'i ham o'rtacha. Gap yo'q. Maydagilar taklif qilgan baliq zo'rlari mana ko'ryapsizlar, tirik.
Xudo xolasa. Charchamaylar savob berlar, savdoyingizni bersin. Ana, bunaqa tiriklar bor. Ko'ryapsizlar? Apirlar qimillayapti. Kelasizlar, tanlab, xudo xolasa olib qo'yinglar. Tozalab berisham bormi aka? Yo'q, tozalab berdinglar. Bo'ldi, charchamaylar. Sog' bo'ling, savdoyingizni bersin.